إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Allah'ın fazla merhameti bilen biz aile terbiyesi hakkındaki silsilevi kısımlık dersimizi davamlaştırıyoruz. Allah Teala'ya hamdülillah olsun. Biz ilgiriki sohbetlerimizde erlerinin ayollar üstündeki hak, hukuklar hakkında toxtalib o'tdik. Ötken qitimliq sohbetimizde ayollarning erlerga itoat qilishininki vacip ekanligi ve ayollarning erlerning ailedeki hizmetlerini qilishininki kuchli qarashda vacip ekanligini so'zlab o'tgan edik. Bugungi sohbetimizde hem bunu davamlaştırırız inşallah. Yani bu turmuş er ayolninki o'zaro hamkorlashishi bilan ve haq hukuklarga o'zaro rioya qilish bilan bir-biriga tajovuz qilmaslik bilan mayli moddiy, ma'naviy haqlarda, jismoniy haqlarda o'zaro tajovuz qilmay haq hukuklarga hurmat qilish bilan ve her bir taraf o'zininki mas'uliyat, majburiyatlarini Allohdan qo'rqqan asosda ado qilishi bilan davomlashadi. Xotinchilik hayot o'zininki haq huquqi va majburiyatini to'nigan kishilarga nisbatan intayin tinch, xotirjam, go'zal bir hayot. Avval ayol mana buni tushunmayligi lozim. Alloh subhanahu va taolo va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bekitib bergan bu ayolninki huquq va majburiyatlariga rioya qilinganda inshaalloh bu oila Allah'ınki rahmeti, bereketi, fazli ihsanıga to'lgan, tinch, xotirjam, güzel bir oila bo'lib shakllanadi. Biz ilgari qitimliq suhbatlarimizda bayon qilgan edik. Alloh subhanahu va taolo koinotni yaratib, ayolni yaratib, bu ayolni tashlab qo'ymadi, oila tuzumlaridan tortib bekitib berdi degan edik. Hatta Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 23 yillik payg'ambar hayoti 40 yıllık peygamberlikten ilgili hayatını emeli yaşap, ailenin qanday olduğanligini, ayolninki hukuk mecburiyetlerinin qanday olduğanligini emeli ko'rsatib berib ketgan. Demek, insanı yaratgan ve onu en yaxshi tushundigan, ayoldan tashkil topgan ailenin qanday bo'lsa baxtlik bir aile bo'lganligini yaxshi biladigan Alloh subhanahu va taolo buningga qoid tuzumlarni, haq huquqlarni, majburiyat, mas'uliyatlarni bekitgan. Şu şeriat bekitib bergan haq, huquq, mas'uliyat, majburiyatlarga rioya qilinsa, inshaalloh bu oila baxtlik oila bo'ladi. Buningda shak yo'q. Oiladagi butun baxtsizliklar dal Alloh va uning rasuli bekitib bergan oila tuzumini yiltizdan qumurib orqasiga cho'rib o'tganligi yoki sal qarg'anlik uchun butun baxtsizliklar kelib chiqyapti. Ilgirki suhbatlarimizda o'tgandek, hozirgi mush asrimizda ailedeki veyranchilik, ayollarninki ajrashishi eng yuqori pallaga yetgan mushu asrimizdagi musulmon ayollar unutgan yana bir haqiqat var. U bo'lsa-mu musulmon ayollar o'zininki shar'iy burchini va eng cho'ng ibodat deb qaralgan eriga itoat qilish, uni rozi qilish, uninki uy ichidagi xizmatini qilishdan bosh tortyapti. Musulmon ayollar hozir mushu krizis kirib qoldi. Ve özünün bu şer'i burcunu tamamen yadını çıkarıp koyamadı. Qarayan bolsak asli erler ayollarının ya dozuhi ya cennetiydi. İlgili bunun delillerini keltirip ötken edik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o yani yoldashini ko'rsatib turib, o senin cennetin yoki dozuhingdir. Yani onu razı qilsang, onun itoat qilsang, chiroyli ma'ruf bilan uning bilan ayoldarchilik munosabat shakllantirsang, sen o orqali cennet kirsan. Eğer aks cho'p qolsa sen bu sebeplik dozaq girsen deganini ko'rsatgan asosda Rasulullah erlarni ayollarning dozihi yoki jannati deb sifatlagan edi. Hozirgi musulmon ayollar mana buni ham unutib qelyapti. Muhaddislardan Sheyx Albani rahimahullah mushning aloqador bir mazmunda shunday degan. Ayollar o'zlarining dunyoga kelishdagi asosiy maqsadining uyi va erining xizmatini qilish va bolalarini tarbiyalash ekanligini tushunishi vojib degan. Demak, mush orqali erni xotirjam qilgan bo'ladi. Liyaskuna ilayha. Adamimizni yaratib, kelini Havvanimizni yaratishdiki Allohning maqsadi Odam alayhisolamni xotirjam qilish edi. Demak, ayollarningki dunyoga kelishdagi asosiy maqsad bir qiz gap bilan aytsak, erni xotirjam qilish. Shu orqali Alloh taolo qulchilik shakllandi. Er qanday xotirjam bo'ladi? Erningki uyi, turli xizmatlari va bolalarini tarbiyalash orqali anandan keyin erni xotirjam qilgan bo'ladi.
Demek Şeyh Albani'ninki nazarda ham aile xizmatlarini qilish, bolalarni beqish shar'an vojib. Bu yerdagi bolalari hatto boshqa ayoldan bo'lgan u ayol ya vafot etib ketgan yoki jiroq ellarda qolib qolgan, yo turmada bo'lib qolgan, yo boshqa erga tegib bola dadaga ajrilib, shu bola o'gay onasining qo'l ostida turayotgan shunday holatlarda ham dada tarafdan bo'lgan shu bolani beqish ham majburiyati ayollarning ustiga tushadi. Bu ham shu uy ishining doirasiga kirib ketadi. Şeyh Albani buni ham vojib deb qarayotgan mana. Ilgari biz buni kuchlantirgan edik. Ayollarning erlarninki oiladagi xizmatlarini qilish, kirqat yuyish, qochquch yuyish, oshxona ishlari, tamoq etish va uyning tozalik masalalari qatorliq bir qator ishlarni qilishninki kuchliroq qarashda vojib ekanligini biz o'tganda dalillab o'tgan edik. Endi bunda deyish orqali zodi er kishi uyda ayoliga hech bir yordamlashmasa bo'ladi ekan. Bu yordamlashsa ham bunun bir ecir verilmeye okşaydı degan bir hata tushunchaga ham kelib qolmasligimiz lozim. Uyda ayoliga yordamlashish bu sunnat. Ayol kishining oilada erining xizmatlarini qilishi vojib, erning oilada ayoliga yordamlashishi sunnat. Bu shaxta Ibn Usaymin rahimahulloh Riyazus Solihinninki sharhisida shunday bayonlarni keltirdi. Er kishi uyda bo'lgan vaqtida ayolning ig'irchiligini ko'tarib, o'zi choy damlashi, agar bilsa tamoq pishirishi va yuvish kerak bo'lib qolgan kiyimlarni yuvishi qatorliq mana shunday ishlarning hammasi sunnatning jumlasidandir. Agar sen shu ishlarni qilsang, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ergashganlik va Alloh uchun kamtar bo'lganlik jahdidan sen sunnatninki ajriga erishsan. Chunki sening bu qilmishing ayoling bilan o'tirangda muhabbat paydo qiladi. Agar ayoling oila ishlarida, ya'ni jafolarda yordamlashayotganligini ko'rsa, bilsa, seni yaxshi ko'radi. Va uning nazarida ham sening qadr-qimmating, erlik g'ururing, qadr-qimmating ziyoda bo'ladi. Mana buningda katta foydalar o'tirg'i chiqadi, hosil bo'ladi degan ekan. Ya'ni biz mushu Ibn Usayminninki fatvosi bilan kifoyalanamiz. Demak, ilgirki suhbatlarimizdan er kishi oilada hech qanday ishga yordam qilmay, shu belin tik tutib, sharoit imkoni batusimu, ayoli qiynalib holatda bo'lsa-mu, masalan, ayol kishi kasal bo'lib qoladi, homildor bo'lib qoladi, va yoki bolalar ko'p sabablik va ba'zi uydagi va sirtdagi ba'zi mashg'ulotlar sabablik charchab qoladi, yoki mehmon kelgan kunlar aldirashib qoladi degandek mushtaq holatlarda er kishining ayol kishiga uningdan zarur ish bo'lmagan ahvol ostida qo'ldan kelishicha yordamlashishi sunnat. Hamda o sunnatni deb ayollar erlarga tashlab berish yoki erlar bilan xizmat taqsimot qilishi durust emas. Men ximiy yug'uraman, siz say to'g'raysiz. Men qochquchini yuyman, siz uyni tozalaysiz. Men bolaning qo'sqin to'yg'izaman, siz kiyimini kiygizsiz. Degandek, menda xizmat taqsimoti qilmaslik lozim. Buni o'zaro tushunishgan asosda, o'zaro ong'liq asosda bir-biriga bisim ishlatmay, toptani qilmay, chiroyli shaklda ep berishi oila tinchligini kapolatga ega qiladi. Xo'sh, bu ilgiriki suhbatlarimizga qo'shimcha mazmunlar. Biz erlarning ayollar ustidagi haq, huquqlar haqida to'xtalib o'tdik. Birinchisida biz ayollarning erlarga itoat qilishi vojib. Mana bu erlarning ayollar ustidagi birinchi haqqi degan edik. Ikkinchisida ayollar erlarning oiladagi xizmatlarini qilishi kuchli qarashda vojib degan edik. Endi bugun so'zlaydigan mazmunimiz erlarning ayollar ustidagi 3-chi haqqi ayol kishi erning iznisiz sirtqa chiqmaslik. Hatto ota-onasining uyiga ham iznisiz bormaslik. Hatto masjidga namoz o'qiydigan ishlar bo'lib qolsa va yoki tabiq ahkam tanishadigan ishlar bo'lib qolsa ham erning iznisiz chiqmaslik. Bu shaxta bo'ladi. Demak, bir og'iz gap bilan aytsak, ayol kishi erning ruxsatisiz har qanday bir sabab bilan sirtqa chiqmaslik. Bu erlarning ayollar ustidagi 3-chi haqqi. Ayollarning erning ruxsatsiz sirtqa chiqishi harom. Agar alohida bir zaruriyat shuningga qistimisa. Masalan, darhol erdan ruxsat olay desa, er uyda yo'q, yoki telefoni yo'q, yoki telefon qis telefoni taqoq, yoki telefon ulanmayotidi, yo ayolning inda telefoni yo'q, erga telefon qilay desa, qo'shnisining telefonini akiraysa, yana sirtqa chiqishga to'g'ri kelib qoladi. Va yoki hijrat jihad maydonlarida tug'an bo'lib bu oila erdan izni olay degicha dushmanga asirga tushib qoladigan xatarli ahvol bor. Bunda jiddiy ahvollar uning sirtida. Mana buningdan sirt mayli ota-onasi yo'qlash
yoki ota-onasi urug' tuqqanlar vafot topgan bo'lsa, ta'ziya bildirish uchun sirtqa chiqish, yo kasal yo'qlash, hatto masjidga chiqib tabliğ ahkam tinglash va yoki juma, hayit namozlari va yoki boshqa namozlarga qatnashish uchun sirtqa chiqishi ayol kishining erining iznisiz, ruxsatisiz harom, qat'iy joiz emas. Bu vaqtda aytib kuchlik dalillar kelgan, biz hammani keltirmaymiz, bir qancha bilan kifoyalanamiz. Buxoriy va Muslimda kelgan muttafaqun alayhi bo'lgan hadisda Oysha roziyallohu anha onamiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bir kuni shunday dedi: "Atazanu li an atiya abaway, siz menga ota-onamning uyiga berib kelishimga izn qilamsiz?" deb Oysha onamiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan ruxsat so'ragan. Demak, müşahede Oysha onamiz Rasulullohdan izn so'radi. Ota-onamning uyiga berib kelsam, ruxsat qilamsiz deb izn so'radi. Bu shu bir hadis asli bizga kifoya. Demak, ayol kishi hatto ota-onasining uyiga borsa ham cho'qim izn so'rashi lozimligi bu hadisdan chiqadi. Sirtqa chiqib, dars kerak setib olish va yoki do'st yaranlarni yo'qlash, ziyorat qilish, o texamo bir tariq a'la yo'ldishdan izn olishga to'g'ri keldi. Mushaqda Majmuul Fatavoda bir fatvo kelgan ekan, shuni qistirib aytib ketamiz. Ayol kishining erining ruxsatisiz uydan chiqishi halol bo'lmaydi. Agar erining uyidan iznisiz sirtqa chiqsa, Alloh taolo va uning payg'ambariga bu ayol osiy bo'lgan sarkash ayol hisoblanadi va jazoga loyiq bo'ladi. Ya'ni qabr azobiga va jahannam azobiga loyiq bir ayol bo'ladi deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan Buxoriyda kelgan yana bir hadisda shunday deydi: "Va la ta'zana fi baytihi illa bi izni." Ayol kishiga eri uyda bor turib, erining iznisiz ro'za tutishi halol bo'lmaydi. Bu yerdagi ro'za nafl ro'zalar qartilgan. Farz ro'zani Alloh buyurgan ekan, erdan ijozat so'ralib o'tirilmaydi. Qaranglar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh taologa yaqinchilik hosil qiladigan ro'za tutishdan, erining iznisiz holatda nafl ro'za tutishidan ayol kishini cheklayapti. Hamda bu ro'za tutish, ya'ni Alloh bilan banda o'tirisida bo'ladigan mushtaq fazilatli bir amalni ado qilishini cheklagan yerda o'lim oladaydi. Ayol kishining uyidan iznisiz, erning ruxsatisiz chiqishini Rasulullohning cheklashi texmo ala o'rin turdi. Yani o çekilishi muqarrar demek. Ro'zin cheklayotgan yerda iznisiz uydan chiqishni cheklashi o texmo a'lo bir ish. Endi bu yerdagi izn qarindoshlar, hamshiralar, go'ida lafziy bo'ladi. So'z orqali bo'ladi. Ya'ni er kishi o'zining ayoliga ota-onangizni ziyorat qilib kelishingizga ruxsat qildim. Ayol kishi so'raydi, ota-onamni uyga berib kelsam deydi. Er kishi deydi ekan, mayli, tamam, xohlasangiz berib keling deydi. Yoki atiganda so'rab oladi, sirtqa chiqib, savdo setiq qilgan ishim bor edi, chiqib kirib olsam deydi, er kishi mayli deydi. Labzi bo'ladi. So'raydi, shu vaqtning o'zida er kishi javob beradi. Yoki bosh ishorati bilan o'zining ma'qulligini bildirdi. Yoki telefon uchur qiladi, er kishi ayol kishiga javob berdi. Mana bular ruxsat qilinganligi, izni berganligining dalolati. Ya'ni labzi bo'ladi. Ikkinchisi, qoida bu ruxsat izni urfiy bo'ladi. Örp adet qaraymiz. Gerçi ig'zoki bir iznini bermagan bo'lsa-mu, ammo örp odatda izni beriladigan ishlarning qatoridan bo'lgan bo'lsa, bu ham erning ayolga izni berganligi, ruxsat berganligining isboti. Masalan, bizning örp odatimizda xulum qo'shnilar ara tamoq sunadigan yaxshi bir örp odatimiz bor. Bu ayol kishi er kishidan ruxsat so'rab o'tirishning hojati yo'q bir örp odat. Xulum qo'shnilar ara bir qash tamoq sunish yoki non pishirgan vaqtida issiq qinandan bir ikki parcha berish yoki uyiga mehmon kelgan vaqtida qo'shnisini chaqirib qo'yish degandek urf odatimizda bor bir yaxshi axloqlarimiz bor. Mana buningda ayol kishi erdan izn so'rab o'tirishning hojati yo'q. Qo'shniga tamoq beraymi deb. Chunki bu urfiy xarakterlik bizda bir odatga aylanib ketgan ish. Ammo er kishi askartish versa, ogohlantirish versa, bu chog'da buningdan to'xtashga to'g'ri keldi. Er kishi buningga hech qanday bir gap qilmagan ahvol ostida ruxsat qilingan urfiy xarakterlik masalalarda ayol kishi erning iznisiz chiqsa gunohkor bo'lmaydi. Va yoki er kishi ayol kishiga ig'zoki lafziy xarakterlik bo'lgan umumiy bir izni bergan bo'lsa, masalan, siz ma doirada sirtqa chiqib kirsangiz mayli, yoki mushu binodagi qaysi bir qo'shnilarning uyiga kirib, ularni ziyorat qilib chiqsangiz mayli, va yoki
atrofimizdagi do'konlarga chiqib, savdo setib kirsangiz mayli. Yoki palach to'kunchilarning uyiga qachon berib kelsangiz, bunga mayli ruxsat. Degandek, shunda umumiy xarakterlik bir iznlarni bergan bo'lsa, u yana mayli. Demak, izni yuqorqidek holatlarda bo'ldi. Asosiy ikki xil holat. Birinchisi lafziy xarakterlik, og'izdagi ma'lum so'zlar bilan ifodalash orqali. Ikkinchisi urfiy xarakterlik. Urf odatdagi ishlar qarata bo'ldi. Yuqoridagi gaplarimiz ko'pincha so'zimizningki o'ramidan eri va ayollar qartilganlik mazmuni chiqib turibdi. Adal qizlarchi, tul ayollarchi. Har xil sabablar bilan tulib qolgan cho'kan ayollarchi. Ulamolar bu vaqtda ham to'xtalib, mayli qiz bo'lsin, to'y qilmagan qizlar bo'lsin va yoki tul qolgan ayollar bo'lsin, o'zininki valiylaridan ruxsat so'rab chiqishi lozim deydi, sirtqa. Bo'libmi hozirgidek zaman buzilgan, axloq chiriklashgan, atrofni fasod qoplagan mushi zamonimizda bu ayollarning ustiga va ayollarning valilari bo'lgan dadillariga yoki tog'illariga yoki o'zining qarindoshlariga mana bu mas'uliyatni ustiga elish, bu omonatni ustiga elish vojib bo'lib tushdi. Ulamolar shunday degan. Ham bu yerda qiz bo'lgan vojib ish, tul ayollarga nisbatan vojib bo'lgan ham ish. Shariatning bu ko'rsatmasiga muxolifatchilik qilmaslik, cho'qim shu valiysininki iznisini elib, ruxsatini elib, ananikidan sirtqa chiqish ustiga vojib bo'lib tushdi. Shu ulamolar bu vaqtda shunday deydi-ki, mayli to'y qilmagan ayollar bo'lsin, mayli to'y qilgan ayollar bo'lsin, ya'ni qizlar bo'lsin, tul ayollar bo'lsin va yoki erlik ayollar bo'lsin, bularning o'zininki valiylarining erlik ayol bo'lib qolsa, erining valiylik ayollar bo'lib qolsa, valisining iznisiz sirtqa chiqishi birdek harom degan. Bu vaqtdagi ahkomlar shu. Qardoshlar, bu hargizmi ayol kishining haq huquqini bo'g'ib qo'yganlik emas. Ular zulm qilganlik emas. Ularning erkinligini cheklaganlik emas. Aksincha, ana shu ayollarni himoya qilganlik, shularni qo'g'diganlik. Bularmi hozirgidek buzilib ketgan zamonimizda ayol kishilarga bo'lgan yomon niyatlarning ko'payib ketgan bir vaziyatda bu texmi zarur. Ya eri yoki valilari shu ayol kishining sirtqa chiqib ketganligini bilsa, qayerga ketganligini bilsa, qachon chiqib ketganligini bilsa, ko'ngli bir hisobot bo'ladi. Surishtirib tura oladi. O ayol kishiningki bir ziyonkashlikka uchrashininki oldini olishiga har xil sabablarni qiladi. Ayol kishining ahvolidan xabar olib turdi. Bu ayol kishining bexatarlik uchun yaxshi. Ar-nomus uchunmi yaxshi? Hech kimning xabari holatda bir ayol kishi sirtqa chiqib ketsa, fitnaxo'rlar, tuhmatxo'rlar shu ayol ustidan har xil uning obro'yiga daxl qiladigan, ar-nomusiga tegadigan fitnalarni taqtiman desa oson taqita oladi. Endi bu yerda yana eskartib qo'yadigan mazmunlar bo'lsa, ayol kishiningki sirtqa chiqqan vaqtida yasanmay, ya'ni g'irim qilmay, shariatdagi ko'rsatilgan holat kiyimlarini kiyib sirtqa chiqishi vojib bo'ladi. Tar, nepiz kiyimlarni kiyishi ayol kishiga harom bo'ladi. Bu katta bir fitna. Andada musulmon ayolning kiyimi qanday bo'ladi? Ummu Salama roziyallohu anha onamiz deydi-ki, Qur'oni Karimdagi astag'firullah, ya ayyuhan nabiy qul li azwajika va banatika va nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihinna. Ey payg'ambar, ayollaringizga, qizlaringizga va mu'minlarning ayoliga aytib qo'yingki, ular jilboblarini ustunlariga yopsin, yepinchi qilsin degan mush oyat nozil bo'lganda, deydi Ummu Salama onamiz, ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi ayollaridan bo'lgan bir onamiz bu. Mush oyat nozil bo'lganda, ansar ayollar boshlariga qoq qo'nib olgandek, ig'ir bisiq, nayt sakinat bilan mangadigan bo'lishdi. Ularning ustida qop-qora kiyimlar bor edi, deydi. Bu oyat Madinada nozil bo'lgan oyat. Şunu bir yerdə Mədinədəki ənsar ayollarının qandaq hicablanğanlığını Ummu Salama anamız bayan qılıb turdu. Ayşə radhiyallahu anha anamız deydi ki, mən ənsar ayollardanmı əvzəl bir ayollarını görüb baxmadım. Ular Allah'ın kitabını bek təsdiqləyici və ayətlərə ən imanı güclük ayollar bolğan idi. Sure Nur'daki vel yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna Türkencelleri bilen o ayollar kökreklerini yapsın degan mana mushu ayet nazil bo'lganda deydi Ayşe anamız, erler derhal öyleriga qaytishib, ayoli, qizi, hemşerisi ve o'zining urug' tuqqanchiligi bor bo'lgan ayollarga Allah ularga nazil qilgan mushu hijab haqidagi hukmlarni tilovat qilib berdi. Ansar ayollar oyatni anglagan hamon tasdiqlab, iymon keltirib, derhal o'zining purkenjillerini kiyishdi. Ve başlarına yüzlerini yapıdığan, liçeklerini yögep sırtlarına çıkışıdığan buluştu deydi. Demek sahabe ayollarının
Şu hicab haqidagi oyatlarga bo'lgan iymonning tasdiqining ijrosining qanday bo'lganligini bayon qilib berdi. Sirtqa qanday chiqishning o'lchimi yuqorida bayon qilindi. Hamda rangi qanday bo'lsa yaxshi, qaysi rang afzal degan masalada muhaddislardan Shayx Albani rahimahulloh shunday deydi. Ayol kishi kiyadigan eng afzal kiyim qora rangli kiyimdir. Chunki qora rang ig'ir bisiqlikni ziyoda qiladi. Yot kishilarning diqqatini tortishdan saqlab qoladi. Sahoba ayollar Alloh ulardan rozi bo'lsin, qora kiyim kiyishadi. Bu Albanining Jilbabul Mar'atil Muslima, muslima ayolninki jilbabi degan kitobida keltirilgan ekan. Boshqa ranglarni kiyish erlarni jalb qilgan holati bo'lmasa, fitnaga sabab bo'lgan bo'lmasa mayli, joiz, afzalning gipi mava, afzalning gipi. Shayx Albani ayol kishi kiyadigan eng afzal kiyim qora rangli kiyimdir deyish orqali afzalni bayon qilyapti. Ama başka rang olsa, yeşil rang olamdı, kök rang olamdı, ak rang olamdı, qora kök rang olamdı. Sıdamrak bo'lgan başka rang olsa, bunun mesele yok. Lekin bak güllik olgan, erlarni o'ziga jalb qiladigan bo'lgan manda holatlarda bo'lib qolsa, bu yana fitnaga sabab bo'ladi, joiz bo'lmaydi. Bu yerda gap afzal rangning bayoni. Demak, erdan izni so'rab, taloq chiqqan vaqtidagi ahvolotlarni bayon qilyapmiz. Bundan boshqa ayollar ko'chalarda erlarga tikilib qaramaslik lozim. Xuddi erlar ayollarga tikilib qarashi harom bo'lgan o'xshash, ayollarning ko'cha rastlarda yoki televizordagi chiqqan erga yoki telefondagi qo'lidagi telefondagi chiqqan erlarga tikilib qarashi o'xshash harom. Bu er-ayolga o'rtaq. Bu vaqtda Alloh taolo maxsus oyat nozil qilib, buning chek-chegarasini bekitgan. Astagfirullah. Va qul lil mu'minati yaghdunna min absarihinna va yahfazna furujahunna. Ey Muhammed aleyhisselam, mümin ayollarga deb qo'yinkin, Allah imanı va iman davası qilgan ayollarga deb qo'yinkin, ular ko'zlarini haramdan saqlasın, avratlarini muhofazat qilsin. Mana bu şeyde ko'zlarini haramdan saqlasın deganni erlarga qarashdin, tikilib qarashdin. Birinchi qitim qarash masala yo'q, ammo qaytalab tikilib qarash o'xshash ayollarga ham haram. Demak, sirtqa chiqqan vaqtida bu holatdan ham saqlanishga to'g'ri keldi. Ondan başka ayollarınki sırtqa chiqqan vaqtida ikki putini ochiq qo'yishi ham bu joiz emas. Shayx Albani o'zininki Silsilatul Huda va Nur degan shu kitobida ayollarning putlarini ochiq qo'yib yo'llarda menishi durust emas. Chunki ikki put ayollarning yo'gashga buyurilgan avratlari jumlasini hisoblandi degan. Sirtqa chiqqanda diqqat qilgan ishlardan birisi bu. Bo'lib avazsiz ketgan bugünkidek kunlarda ayollarning ikki putini ochiq qo'yib taloq chiqishi to'g'ri emas. Yüz bilen alqan meselesi de buna da ihtilaf var. Lekin hazırlıkta fitne yüz vergen vakitinin özüde yüzünü alqanlarını yepiş hem ayarlarının üstü üçün. Bulap hazırlıkta fitne zamanı da turmuş yaxşılangan, kolları ayarlarının üzükler düşken, yani kolu zinnetlengen müşne ahvalası da tehama ayarlarının koluğu bir nez kiymeyi sırtlığa çıkışı bu yaxşı ahval emez. Şu vecinin ayarlarının fitneye elbet yepişi lazım. Putu paypaq kiyishi degan gap bo'ldi. Bu yerda nepis paypaq kiyib putini ko'rsatib qo'ysam bo'lmaydi. Va sirtqa kiygan kiyimi, hijobi kangrak bo'lishi, shu orqali putni ham yepib turishi va yuzni yopgan o'xshash qo'lni ham yepishi talab qilindi. Undan boshqa ayollar sirtqa chiqqan vaqtda ham diqqat qilgan ishlarning qatoridan erlar bilan xilvat qilmaslik lozim. Yolg'iz qolmaslik lozim. Ayol kishi dükkan kirse, dükkan egisi er kishi olgan bo'lsa, yolg'iz olgan bo'lsa, shu ayol kishi shu yolg'iz dükkandardan savdo qilib chiqishi, shu yerda yolg'iz bir oz bo'lsa turishi durust bo'lmaydi. Shunga diqqat qilib kirish lozim. Agar dükkanning atrofida, eshikning tubida, dükkanning ichidagilarning ovozini angligidek, ularning ko'gidek guvochlar olsa mayli. Lekin xoli holatda qilishi, bular qishning kunlari dükkanning eshiklari yopilgan, dükkanning ichidagi ayolning nima deganligini sirtkilar qolmaydigan va yoki ularni ko'ranmaydigan mushta ahvol ostida bu durust emas. Taksilar chiqishmi shu. Taksi haydagan er kishininki mashinasiga yolg'iz holatda chiqishi bu o'xshash durust emas. Shunga xilvatda bo'lish, namahram er kishilar yolg'iz holatda qilish, mayli uyda bo'lsin, mayli mashinada bo'lsin, yoki dükkanlarda bo'lsin, bozor rastlarda bo'lsin, qanday joyda bo'lmasin, bu o'rtaq cheklandi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'de kelgan hadiste bir er namahrem bir ayol bilan hergiz xilvatda bo'lib qolmasin. Faqat mahram bar holatda qolsa hech qisi yo'q degan. Ya'ni yerda mahram bo'lgan holatda, balaga ketgan bir balasi va holat tursa, va yoki boshqa bir guvohchilar va holat tursa hech qisi yo'q. Ya'ni bir hadisda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem shunday degan. Agar namahrem er ayol xilvatda bo'lib qolsa, uchinchisi shayton degan. Hozir jahon taraqqiy qilib telefonda qiz yigitlarning, er ayollarning o'zaro bir-biri bilan xat yozishib,
so'zlashish masalalari avjiga ketib bordi. Tonushish, to'y qilishni da'vo qiladi. Ko'pincha mana bu ikki tema. O'zaro tonishish, do'stlashish va yoki to'y qilishni maqsad qilib turib, qiz yigitlarning bir-biriga xat yozishi va so'zlashishi masalasi bor. Buning shariy hukmi nima? Buning qarta Sheyx Farkus hafizahulloh shunday deydi. Ajnabiy namahram ayollar bilan tonishish va to'y qilishni da'vo qilib turib, xat yozish va so'zlashish shar'an durust bo'lmaydi. Mayli odatdagi vositalar bilan bo'lsin yoki internet vositalari bilan bo'lsin, o'xshashli durust emas. Chunki bu fitnaning darvozasini ochganlikdir degan. Shu shayxningki rasmiy sahifasida bu narsa ochiq o'tirib qo'yilgan. Hozir ko'pincha oilalarning vayron bo'lishi yoki qiz yigitlarning har xil axloqsizliklar, buzuqchiliklar chiqib kelishining sababi bu telefonda o'zaro uchur avatish, xat yozish, hatto rasmlarni o'rtoqlashish orqali bo'layotdi. Bu shu sabab bo'layotdi. Hozirgi fitna fasodning oila vayronchiligining asos manbasi mushub qoldi. Sal qarilyapti bu masalaga. Endi buningda ulamolarning yana tafsiliy ahkomlari qaragan bo'lsak, bunda tonishish yoki to'y qilish maqsadlarida emas, normal bir o'zining jiddiy zurriyat hojatlari bilan erlarning namahram ayollarga gap so'zga diqqat qilgan asosda imkon bor xat yozish imkonsiz bo'lgan yoki ig'iz ovoz bilan ifodalash zarur qolgan ahvol ostida bu boshqa. Ya'ni tonishish, to'y qilish maqsadi emas, qo'polroq, ochiqroq qilib aytsak, muhabbatlish maqsadi emas, shar'iy maqsadlar bilan. Masalan, guvohchilik qilishga bir er kishini yoki ayol kishini tepishga hojat tushib qoldi. Misol bir ayol kishi vatandan chiqdi. 5-6 yil bo'ldi. Eri vatanda qolgan yoki er vatanda turmada qolgan. Hech qanday xabar yo'q. To'y qilay desa, erdan taloq olinmaydi. Mana bu shunday ahvol ostida qozi talab qiladi-ki, siz shu vatanda qolgan erni bizga isbotlab bering, guvohchilarni keltiring deydi. Mana bu ahvol ostida shu erningki tonish bilishlarini izlashga, ulardan guvohlik so'z ilishga hojat tushadi. Bu boshqa. Va yoki bir ayol kishi bir erdan fatvo so'ramoqchi. So'raydigan boshqa ayollar yo'q. Yoki bo'lsa-mu, o erdak ilmlik emas, taqvodor emas. Shu masalada olim emas. Bunda ahvol ostida ayol kishiningki erdan fatvo so'rashi bu yana shar'iy zaruriyat. Shu joyda gap so'zlarga diqqat qilishi, ehtiyojning sirtidagi gap so'zlarga kirmasligi, temalar kirmasligi to'g'ri keldi. Demak, ayollarning sirtlar chiqqan vaqtida diqqat qiladigan masalalarni ahkam sifatida ham bayon qilib o'tgan bo'ldik. Oila buzg'unchilari, oilani vayron qilishni asosiy maqsad qilgan inson va jinlardan bo'lgan shaytonlar ayol kishining erining iznini elib sirtga chiqish masalasida buning nihoyatda ko'p buzg'unchiliklarni olib beryapti. Tarixdan buyon bularning tutgan yo'li shu. Ya'ni oilani vayron qilish, ayol kishini eriga isyon qildirish, ayollar hurlikini da'vo qilib, ayollarni erlardan ruxsat so'ramay taloqqa chiqishni tashabbus qilish bu oila buzg'unchilarininki tashabbusi. Albatta, G'arb allari va Yevropani markaz qilgan holatdagi bu oila buzg'unchilarininki asosli qiladigan muhim ishlardan birisi ham mana mushub keldi. Ayollarning erlardan ruxsat so'rab taloqqa chiqishi, u ayollar qilgan zulm, u ayollarning erkinligini cheklaganlik degandek bo'lmag'ur bo'hton so'zlarning o'tirib chiqish orqali ayollarni erkin holatda xohlagan vaqtda sirtga chiqa oladigan, mayli kechasi bo'lsin, mayli kunduz bo'lsin, xohlagan yerlarga, hatto shahar davlatlarga berib kela oladigan erning ruxsatsiz. Sirtda nima ish qilganligidan erni bexabar qoldirgan asosda xohlagancha ayol kishini sirtga chiqarish orqali maqsadi bu oilani vayron qilish, ayolni to'xtamay sirtga chiqish orqali jamiyatni ham vayron qilish ularning asosiy hadaf nishoni. Biz ilgari to'xtalib o'tgan edik. Shaytonning eng xursand qiladigan ish ayolning ayrilib ketishi. Boshqa ishlar shaytonni, iblisni u darajada xursand qilolmaydi degan edik. Buni dalillarni keltirgan edik. Shunga shu zamonimizda qarindoshlar, hemşeriler ayollarning ko'pinchisini, ularning fikrlari va har xil ideyalarini shayton o'yinchiq qilib o'ziniki kontrollik ilib olgan bir zamonda yashayapmiz. Ya'ni ayollarni hidoyat yo'lidan yiroqlashtirib, havoyi havas yo'liga va axloqsizliklarga boshlayotgan bir zamonda yashayapmiz. Bugun qaragan bo'lsak, ayollar hech hojatsiz bozorlarga chiqadi. Mayli izni so'rab chiqqan bo'lsa-mu, bir zurriyatsiz bozorlarga chiqadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Abu Davud va Imom Ahmad rivoyat qilgan Shayx Albani Sahih degan hadisda Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday degan: "La tamna'u nisa'akumul masajid va buyutuhunna khayrun lahunna." Sizlar ayollaringlarni masjidlarga chiqishdan cheklamanglar. Vaholanki ularning uylari ular uchun yaxshidir. Ya'ni masjiddan yaxshidir. Uyda o'ltirishi yaxshidir.
Bu yerda birisi ayollar masjidga chiqib namoz o'qiyman yoki tabliğ ahkam tanishayman desa, erlarning imkon bor ruxsat qilishi. Agar shu ayollarning sirtqa chiqishida bir pitni kelib chiqmasalar, ular shu pitni bo'lmaslik shart qilgan, o'sha hadisin shariysida. Pitni chiqmasalar ayollarni masjidlardan to'simasligi. Va shuni bilan birga hadisin 2-bo'ligida va buyutuhunna khayrul lahunna. O ayollarning uylari o ayollar uchun yaxshidir. Bexatarlik jihatdan, taqvolik jihatdan, fitnadan yiroq turish jihatdan, obro' inovatini qo'g'dash jihatlardan, jismoniy, moddiy, ma'naviy har turli jihatlardan uy yaxshi deganidan ayollarning hojatsiz sirtlarga chiqib, cho'gilab, aylanib yurishi yaxshi emas ekanligi chiqadi. Ondan boshqa zinnatlangan holat sirtqa chiqishi, chiroyli kiyimlarni kiyib, yoki o'zining oltin zinnatlarini esib, atir, xushbuloqlarni rasa chechib, bozorlarga chiqishi hozir odatga bir ishga aylandi. Ammo payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mushaqda nima degan? Qarab baqadigan bo'lsak, Imom Termiziy sunanlarida keltirgan Hasan qatori sanalgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday degan: "Iza ista'taratil mar'a famarrat alal qawm la yajidu rihaha fahiya kaza va kaza." Qala qawlan shadida. Qachonikin bir ayol kishi atir xushburoqlarni chechib, bir kishilar to'pining oldidan o'tgan bo'lsa, o ayolninki xushburoqlarini o erlar purgan bo'lsa, bu ayol kishi mushundaq qilgan bo'ladi deb, ya'ni payg'ambar alayhisalom zina qilgan bo'ladi degan. Shu bu sal qaradigan ish emas, kichik ish emas. Payg'ambar alayhisalom zamonida qanday bir ko'chadan xushburoq tarqalgan bo'lsa, sahobalar ha ma ko'chadan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'tibdi deydi. Chunki payg'ambar alayhisalom xushburoqni bek ko'p ishlatgan. Hamda hozircha qaysi bir ko'chada, qaysi bir do'qmishda atir pur qilgan bo'lsa, xushburoq tarqalgan bo'lsa, ha, mayadan bir nachar axloqsiz bir ayol o'tibdi deydigan bir holatda yashayapmiz. Muslima ayollar ham bundan alohida ogoh bo'lishi lozim, diqqat qilishi lozim. Mana bu hadisda shunday ishni qilgan ayolni zina bilan ayiblayotdi. Boshqa nima emas, payg'ambar alayhisalom ayiblayotdi. Ba'zi ayollar sirtlarga chiqsa, atir shiltib yasinadi. Ammo uyida-chu uyning ishlarini qilaman deb, bola boqaman deb ayollar ig'ir kelib qolmasin bu gapimiz. Amaliyotda mavjud ahvol, voqealik ichida yashayapmiz. Hatto shunday shikoyatlarni ba'zida anglab qolamiz biz. Ya qo'lim qo'shnilar tarafidan, ya shu erlar tarafidan bu shikoyatlarni anglab qolamiz. Ko'chaga chiqsa, xushburoq shiltib, yasinib, kepiynakdek bo'lib chiqadi. Ammo uyda er va vaqtida desa, uy ishini qilish, bola beqish sabablik tarpurab yoki to'g'rigan shu samsaqlari yoki piyozlari purab uyda mushu holat o'tirdi. Mana bu ig'ir xatolik. Yana bir ma'noda qarasak, bu er kishi qilgan zulm. Asli erninki haqlarining qatoridan birisi, ayol kishi uyida, eri uyda bahvol ostida yoki eri sirtdan kirgan vaqtlarning o'zida imkon sharoit tepib, o'zininki tozaliqni yaxshi qilishi, chiroyli kiyimlarni kiyishi, xushburoq shiltishi talab qilindi. Dal aksicha hozir bu almashib qelyapti. Uyda ayollar oila kiyimlari bilan va yoki shunday puroqlari beg'ayri normal emas. Sirtga chiqqan vaqtida nayt yasinib, xushburoq shiltib chiqadi. Bu to'g'ri emas. Ash ayolning axloqida masala borligini isbotlaydi. U ayol kim uchun yasinishi kerak? Mana bularni tushunishi lozim. Undan boshqa ayollar sirtga chiqqan vaqtida qanday yurisi bo'ladi? Hozir qaragan bo'lsak, qarindoshlar, hamshirlar, ayollar bozorga chiqib, ko'chalarda erlarga o'xshash yo'lning o'ttirlarida menib ketishadi. Yoki erlarga o'xshash yuqori ovozda so'z qiladi. Yoki erlarni qistab, yo'lning bir tarafiga chiqarib yetishadi. Ya'ni erlar yo'l erishmaydi. Yoki do'konlarda, bozorlarda, ko'chalarda erlar aralashib yuradi. Mana bularning hammasi to'g'ri emas. Bu salaf solihlarning yo'li xilof. Sahaba ayollarning, tabiin ayollarning, atba'u tabiin ayollarning va uningdan keyingi soliha ayollarning yo'li xilof. Bir kuni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam masjiddan chiqib, erlar bilan aralashib ketib qolgan ayollarni ko'rib, ayollar qartib shunday degan: "Istakhirna fa innahu laysa lakunna an tahquqna at-tariq, alaykunna bihafati at-tariq." Ey ayollar, arqadiraq menglar. Chunki sizlarning yo'lning o'tirida menishinglar bu to'g'ri emas. Yo'lning chatlarini, atroflarini lozim tutinglar degan. Payg'ambar alayhisolamning shu ogohlantirishidan keyin ayollar tamlog'i chaplashib mang'atdi deydi. Hattoki kiyimlari ilinishib qolibdi deydi. Payg'ambar alayhisolamning erlar bilan aralashib mang'an, shu yo'lning o'tirisi meng'olgan ayollarga bergan ogohlantirishidan keyin ayollar yo'lning chetida mang'amiz deb tamlog'iga sugishib, kiyimlari tamlog'idagi ba'zi narsalarga ilinishib qolibdi deydi. Bundan boshqa Abu Hurayradan kelgan Sheyx Albani Hasan hadislarning qatori sanagan hadisda
Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday degan: "Laysa lin-nisa wasatat tariq." Ayol kishi uchun yo'lning o'ttirisida menish